Muhtaram jamoat, Imom Tirmiziy rahmatulloh alayhi sahihlarida kelgan bir hadisi muborakda bir kishi payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzuriga kelib so'radi. Man xayrun nas. Odamlarning ichida eng yaxshisi kim deb Janob Rasulullohdan so'radi bir kishi kelib. Rasululloh unga javoban aytdilarki, man tola umruhu va hasuna amaluhu dedilar. Kimni umri uzoq bo'lib, shu uzoq umrda chiroyli amallarni qilgan bo'lsa, mana shu odamlarning eng yaxshisi deb aytdilar. Yana bu odam so'radi, odamlarning eng yomoni kim? Shunda Janob Rasululloh aytdilarki, man tola umruhu va si'a amaluhu. Umri uzoq bo'lsa-yu, qilgan amali yomon bo'lsa, ana shu odamlarning eng yomoni deb aytdilar. Xulosa, Alloh taborak va taoloning qo'lida umr, hayot. Umrdan murod hayot. Hayotni Alloh taborak va taolo kimgadir uzoq beradi, kimgadir kalta beradi, oz beradi, kimgadir ko'p beradi. Demak, Alloh taborak va taolo bergan mana shu hayotni nima bilan o'tkazish kerak ekan? Chiroyli amallarni qilishlik bilan. Chiroyli amal deganda hamma yaxshilik, inson tabiati ko'targan, Alloh va Rasuli rozi bo'lgan hamma chiroyli amallar yaxshi amal bo'lib hisoblanadi. Demak, Janob Rasulullohning mana shu bitta hadislardan shunday xulosa chiqarar ekanmiz. Yoshimizga qaramasdan Alloh taborak va taolo bergan umrimiz davomida nihoyatda chiroyli amal qilib hayotni chiroyli o'tkazaylik. Bu yog'ini Alloh taborak va taoloning o'zidan so'raylik. Borgan yerimizda o'sha chiroyli amallarimizni inshaalloh chiroyli savobini, chiroyli natijasini ko'raylik. Endi buni aksi bo'lsa, umrlarimiz uzoq bo'lsa-yu, lekin qilayotgan amallarimiz Alloh va Rasuli rozi bo'lmasa, jamiyat rozi bo'lmaydigan holatdagi ishlarni qilib yursak, bu Allohga, Rasuliga xush keladimi? Albatta xush kelmaydi. Jamiyat ham hattoki nafratlanadi. Mana bunisiga ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mo'min musulmon kishisi bu hadis-i sharifdan o'ziga chiroyli xulosa chiqarib olmog'i kerak. Xulosa shuki, Alloh taborak va taolo bergan umrni nihoyatda chiroyli o'rniga sarflaylik, o'rniga qo'yaylik, chiroyli istifoda qilaylik, xayrli ishlarni shu umrimiz davomida qilaylik, amalga oshiraylik. Bu yerga Alloh taborak va taolodan chiroyli umidini qilib, jannatini so'rab, solih amallarimizni savobi ulug' bo'lishligini so'rab boraveraylik.